Captiva ko'rish keldik, Patpishida. Mashina Captiva, shuni 2013 ekan, tekshirib beramiz. Bir ikkita joyda detallar bor ekan, shuni tekshiramiz, aniqlaymiz, qayerda bo'lgan. Boshladik. Bismillah. Tak atsek ko'rdik, oke, atsek Range Rover butun. Mana bu ham o'zi butun turibdi. Mana bu zamina bo'lgan. Kapot usti kraska bo'lgan, mana pitno bo'lgan. Bu yo'llar hamma zavodga o'tiribdi. Endi bitta boltini yechishgan, regirovka uchun yechgan. Ikkala krilo, mana ichi boshqacha bo'lib turibdi. Buniki qora, buniki yengi qo'yilganda. Boshqa qo'ygan. Shunda mana ozgina treshinasi bor aytdi, mana bunda. Oyog'ini qarang, sindirib turibdi-da. Kichkina treshina, atak yomon emas, butun, bular butun turibdi. Ana mashina urilganda sverxi urilganiga pastlari butun bo'lgan ekan. Range Rover shunda butun turibdi. Bizga bu ham almashgan. Ha, bu ham almashgan, kirlo ham almashgan. Endi banfir ham balkim almashgandir, boshqa qo'yadi o'zi. Mana bu yengi turibdi, mana bu yengi qo'ygan. Tak, endi ustiga o'tamiz. Instagram qo'yamiz. 28. Okey, usti bu tryoqslovka pitno deb bo'lmaydi. Telekom sepilgan. Mashinada ozgina remont bo'lgan, bu qolgan joyini chiqarib, tayyorlab sepib. Ha, lak bo'lganda yo'qdi. Bu kirloyimizdan sepilgan bo'ldi. Rangi ham mana qarang, e'tibor bersiz. Buniki sal kuchliroq, bu sal yashilroq, sezilyapti. Bu mana kirlo sepilgan. Boshqa qo'ygan sepib. Endi dash ichiga ketamiz. Bulutlar joyi turibdi. Garsonsiz ketamiz. Mana ichini oldim. Aytdi, qora yotibdi qarang. Ichini ko'ring, bu yoqqa, bu yoqqa. Qoragan, bu kirlar almashgan, svarkani izida. Hattan kesilib almashgan. Tak, mana kirloyimiz almashgan ekan. Mana kirlo almashgan. Mana qarang, ichini bu yoqqa keling. Svarkani izini ko'rasizmi? Keyin yana bitta alomati qarang. Ha, tochkani ko'rasiz, bu zavodnikida. Bu yoqda o'zi yo'q, ko'rasiz, yo'q unda, keyin yo'q. Mana shundan kesgan, shunda. Bu almashgan. Hop. Endi bagajni ko'ramiz. Bagajnik. Mana bu yerdan kesganmi buni? Ha, mana shu yerdan bundoq kesib, keyin boyagi pastdagi ko'rgan joydan kesib, buni boshqasini bundoq qo'ygan. Shuni tayyorlashgan. Lekin prinsipi yomon qilmagan. Biz girmet kerak uchun surib qo'yishdi. Mana shundan keskani, shundan keyin bu yog'ini o'ziga qo'yishdi. Buni ham yomon qo'yishmabdi, chiroyli bo'libdi. Mana unga yoniga o'xshagan bo'libdi, qarang, bir xillarda. Mana o'ta dumaloq qurib yuborgan, hatto zavodskida ham yashilroq bo'ladi, ko'rdingizmi? Qachoq ekan. Bu zavodskiy mana almashmagan, antlar zavodda. Buni mana bitta formasi bor, qani uniki. Unda ham bor ekan, xiyol ekanda. Nima tak qanot o'ziniki zavodskiyni qo'ygan, bo'yagan. Shu bo'yalgan, shu mana qanotimiz almashib bo'yalgan. Bilammi? Bagaj ham bo'yalgan. Krilo solishgan. Krilo almashgan. Bu bagaj ham bo'yalgan, bagaj. Shu mana shu billa bo'ladi, o'zi urilgan bo'ladi. Shu para, maralar, banfirlar almashgan bo'ldi shuni. Mana bu kirlar sepilgan ekan, 2 xil o'tiribdi. Mana bu rangi 2 xil o'tiribdi. Shuning uchun bolt yechilgan ekanda. Bu krilo ham nima qilgan, alishgan. Yo, almashmagan, o'ziniki krilo. Mana ko'pincha ustalar rangini bir-biriga to'g'ri kelish uchun sepib yuboradi-da, perexod qo'yadi. Ha, uni perexod qo'yadi-da, o'shanda buniki krilo yechilgan. Boya boltini ko'rdingiz, yechilgan, mana ichida ham mana yechilgan. Mana bitta boltlarni qo'yilganda, mana. Yomon emas lekin sostoyanasi. Shu bitta shu mashinasi butun yaxshilik tarafi Range Roverga tegmagan. Eng yaxshi taraf shu. Orqa tarafda ustki qismi bo'lgan, butun yo'q. Bitta tomini ko'rib olsak bo'ldi, o'g'lim. Tomi yaxshi turibdi. Tekshirib chiqdik. Kapot, krilo, nari krilo sepilgan ekan, ustki qismidan urilgan. Range Rover usulitli ham butun turibdi. Verxniy udor bo'lgan ekan. Ikki orqa kriloyimizda zamina bo'lgan. Orqa bagajligimizda kraskalangan. Bu yerda hamma zavodskiy turibdi, o'ziniki. Oka, qancha yurgan ekan mashinamiz? Mashina 64 ming deyapti. 5-yil? 2013. 2013. 3 qilingan. 2013 bo'ldi. Yo, 3 ta o'zi dedi. 3. Anaqa, oka necha pulga oldingizmi? Xudo xolisa baraka. Xudo xolisa 12400 bo'lar baraka. 12400 ga. Mashinani tekshirib chiqdik. Prinsipi yomon emas. Okey. Yaxshiligi mening, narxiga ham yomon emas, jonim. Yaxshiligi mening, yaxshilik o'shingiz sog' bo'ling. Xizmatimizga rozi bo'lasiz, oka. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.